Assalomu alaykum do'stlar. Mana Sergeli mashina bozorida qurilish ishlari ketyapti. O'sha tepadagi bannerlar hammasi olib tashilingan, yerlar qo'llanyapti, temirlar olib tashlab, mashinalar sekin-sekin tashqariga chiqyapti. Bu yo'liga kirgizishmayapti mashina, polniy traktorlar. Bu yerda mana bizning mashinalarimiz Cobalt Tracker 12 Damaslarimiz bor. Nalisida hammasi kelasizlar 2 soat ichida mashina haydab olib chiqib ketasizlar. MCM Style, MCM Midnight hammasidan bor. Mana bozorni bu bilsanglar katta sentralniy darvozasi bo'lardi. Mana shuni ham bir kunda mana shu asfalt qilib tashashdi. Bizning joy bo'ladi bu. Kelsanglar naqd avtokredit rasurchga yiqib beramiz Tracker 12 larni. Mana yo'lingizda bu hamma bilgan bu yerda oldin mashinalar katta stenki bo'lardi. Shanba-yakshanba kuni uchun mashinalar qo'yishardi. Oxirgi payt bizning avtosalonda mashinalar turgan edi bu yerda. Bu yerda mana bu reshotka bo'lardi. Reshotkani olib tashab, bu yoqqa burchatkalar qilib, bu yerda nimadirlar qurishyapti. Joylar. Hamma joyda ustalar ishlayapti. Kranlar. Hamma joy shu ahvolda. Bozor lekin buzilmayapti do'stlar. Bozor buzilayotgani shunchaki, yana ham mijozlar uchun, kelayotgan klientlar uchun yoki mashinasini sotmoqchi bo'lgan odamlar uchun yaxshi sharoitlar qilinyapti bozorda, Sergeli mashina bozorida. Va meni eshitishim bo'yicha mana bu joylarga odamlar o'tadigan joy, yana bir ma'lumotlarga ko'ra bu yerda avtobus kirib, bu yerdan chiqib ketadigan yo'llar qilinyapti. Imamda o'sha kofi qanaqadir aylanadigan joylar qilishmoqchi. Kimdirlar keladi deyishyapti. Shu sabab mana bu yoq tomonni ham ko'rsataman hozir bozorni. O'sha bunaqa yangicha apparatlar qo'yilgan bu yerga. Shu klik orqali, cheklar orqali hammasi qo'lingizga chek beriladi. Hammasi zamonaviy bot. Bo'nish yakshanba bozor uchun mashinalar sotuvga kiryapti sekin. Bozor bu yoq tomoni. Hamma joyda ustalar ishlashyapti. Hafla qasib tashalgan. Hamma joy burchatkalarda. Nimadir bo'lyapti-da, shu yaqin kunlarda kuzatib borsanglar qo'yaman. Yana nima bo'layotganini. Mana mashina burchatkalar olib kelingan. Har joyda ustalar ishlayapti, Sergeli mashina bozor. Ikkinchi qismini kutib turinglar, men yana bozor ichini qo'yaman, xudo xolisa. Mana bozor mana shu ahvolda. Yangi mashinalar kelyapti.